Bugun men sizga iyul oyida pensiya olish jadvali bo'yicha juda muhim ma'lumotni tushuntirib beraman. Bu masala faqat bitta yoki ikkita hududga emas, pensiya. Nafaqa va boshqa ijtimoiy to'lovlarni kutayotgan minglab oilalarga taalluqli. Eng katta muammo shundaki, odamlar odatda pensiya kunini yodlab oladi. Masalan, har oyning 5 kuni tushadi, 10 kuni pochtachi olib keladi. 25 kuni kartaga o'tadi deb o'ylaydi. Lekin iyul oyida jadval qayta ko'rib chiqilgani yoki to'lovlar tartibida o'zgarish bo'lgani haqida xabarlar tarqalganda ko'pchilik sarosimaga tushadi. Pul kechikadimi, oldinroq beriladimi? Kartaga tushadimi, naqd beriladimi, hujjat so'raladimi? Men bugun aynan shu savollarga oddiy, tushunarli tilda javob beraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim pensiyachilar aynan mayda ko'ringan xatolar sabab to'lovni vaqtida ololmay qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim pensiya, nafaqa, kommunal, bank va ijtimoiy yordam masalalarini sodda qilib tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensiyachilar uchun pensiya to'lovi oyma-oy deyarli bir xil tartibda kelardi. Kimdir pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Kimdir pochta orqali uyga yetkazib beriladi. Kimdir pochta bo'limiga borib oladi. Odatda hudud mahalla, bank va pochta ish grafikiga qarab har bir pensionerda taxminiy to'lov kuni shakllanib qolgan. Masalan, bir odam har oyning 4-6 sanalari orasida olgan bo'lsa, ikkinchisi 2 sanalar orasida olgan. Endi nimaga odamlar iyulda jadval qayta yozildi deyapti? Sababi iyul oyida dam olish kunlari, bayram kunlari. Banklar va pochta tizimidagi texnik yuklama hududlar bo'yicha to'lovlarni bosqichma-bosqich tarqatish kabi omillar to'lov sanalariga ta'sir qilishi mumkin. Men buni shunday tushuntiraman. Pensiya puli bir kunda hammaning kartasiga yoki hammaning qo'liga bir vaqtda berilmaydi. Davlat tomonidan mablag' ajratiladi, keyin bank tizimi, pochta tizimi, hududiy bo'limlar, mahalla kesimidagi ro'yxatlar orqali harakat boshlanadi. Shu jarayonda ba'zi odamlar avvalgidan 2 kun oldin, ba'zilari 3 kun keyin olishi mumkin. Bu yerda eng muhim jihat shuki, jadval o'zgardi degani pensiya bekor qilindi degani emas. Pensiya kamaydi degani ham emas. Jadval qayta ko'rib chiqilishi asosan to'lov kuni va yetkazish tartibiga aloqador. Lekin shunga qaramay, pensioner beparvo bo'lmasligi kerak. Chunki agar karta muddati tugagan bo'lsa, bank hisobida muammo bo'lsa, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, hujjatlarda nomuvofiqlik bo'lsa yoki pensiyani boshqa shaxs ishonchnoma orqali olayotgan bo'lsa, to'lov vaqtida kechikish ehtimoli ortadi. Men pensionerlarga birinchi navbatda shuni aytaman, eng ko'p xavotirlanadigan guruhlar bor. Birinchisi, pensiyasini naqd shaklida pochta orqali oladiganlar. Chunki pochtachi yoki pochta bo'limi bir kunda yuzlab odamga xizmat qiladi. Agar iyuldagi jadvalda hududlar bo'yicha navbat o'zgarsa, sizning mahallangizga kelish kuni ham silishi mumkin. Masalan, ilgari pochtachi 7 iyul kuni kelgan bo'lsa, bu safar 8 yoki 9 iyul kuni kelishi mumkin. Bunda darhol pensiyam yo'qoldi deb vahimaga tushmaslik kerak. Lekin 2-3 ish kuni ichida aniqlik kiritish kerak. Ikkinchi guruh pensiyasini bank kartasiga oladiganlar. Odamlar ko'pincha kartaga tushsa muammo bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida karta orqali olish qulay. Lekin bu yerda ham e'tiborli bo'lish kerak. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Karta bloklangan bo'lishi mumkin. Telefon raqam almashgan bo'lsa, SMS xabar kelmasligi mumkin. Bank ilovasida ko'rinmagan to'lov aslida hisobga tushgan, lekin SMS kelmagan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, faqat SMS ga qarab xulosa chiqarmang bankomatdan. Bank ilovasidan yoki bank filialidan ham tekshiring. Uchinchi guruh, yangi pensiyaga chiqqan fuqarolar. Masalan, odam iyun oyida pensiya tayinlatgan bo'lsa, iyul oyidagi birinchi to'lovda hujjatlarning bazaga tushishi, bank hisobining bog'lanishi, pochta ro'yxatiga kiritilishi biroz vaqt olishi mumkin. Bu holatda 2 kun kechikish ba'zan texnik jarayon bilan bog'liq bo'ladi. Lekin birinchi oyda ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Chunki biror hujjat yetishmasa yoki hisob raqami noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pul avtomatik tushmasligi mumkin. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxon pensiyasini har oy 6 sana atrofida kartaga oladi. Iyul oyida 6 sana dam olish kuniga to'g'ri keladi yoki bank tizimida yuklama ko'payadi. Otaxon 6 kuni SMS kutadi, kelmaydi. 7 kuni ham xabar yo'q. Bu vaziyatda vahima qilmasdan avval bank ilovasini tekshiradi.
keyin bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiladi. Agar mablag' hali kelmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov ro'yxatida bor yo'qligini aniqlaydi. Ko'p holatda pul keyingi ish kunida tushadi. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi onaxon pensiyasini pochtachi orqali uyida oladi. Har oy 10 kuni pochtachi keladi. Iyul oyida esa mahalladagi tarqatish jadvali o'zgarib, uning ko'chasi 12 kunga o'tadi. Onaxon 10 kuni kutadi, kelmagach qo'shnilardan hammani kechikyapti ekan degan gap eshitadi. To'g'ri yo'l nima? U mahalla raisi yoki pochta bo'limiga qo'ng'iroq qilib, aynan o'zining ish bo'yicha jadvalini so'rashi kerak. Chunki umumiy gap bilan emas, ro'yxatdagi aniq sana bilan ish ko'rish kerak. Uchinchi misol. Farg'onada yashovchi pensioner pensiyasini o'g'li ishonchnoma bilan olib keladi. Iyul oyiga kelib ishonchnoma muddati tugagan bo'ladi. O'g'li pochta bo'limiga boradi, lekin pulni berishmaydi. Odamlar buni jadval o'zgargani bilan adashtiradi. Aslida muammo jadvalda emas, hujjatning amal qilish muddati tugaganida. Shuning uchun kimning pensiyasini farzandi, qarindoshi yoki boshqa ishonchli shaxs olayotgan bo'lsa, ishonchnom muddati, pasport ma'lumotlari, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar albatta tekshirilishi kerak. 4-misol. Qashqadaryoda yashovchi fuqaro iyun oyida bank kartasini yo'qotib qo'ygan, keyin yangi karta oldirgan. Lekin pensiya tushadigan hisobni yangilamagan. Iyulda pul eski kartaga bog'langan hisobga yuboriladi yoki to'lov qaytishi mumkin. Fuqaro jadval o'zgardi, pulim kelmadi deydi. Aslida sabab bank rekvizitlari yangilanmagan bo'ladi. Demak, karta almashtirilsa, bankdan aniq so'rash kerak. Pensiya tushadigan asosiy hisob o'zgardimi yoki yo'qmi? Kim xavotirlanmasligi mumkin? Agar sizning kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiya tayinlangan. Avvalgi oylarda to'lov normal tushgan bo'lsa va siz manzilingizni o'zgartirmagan bo'lsangiz, bir necha kunlik silish odatda katta xavf emas. Lekin men baribir kuzatib boring deyman. Chunki hech narsa bo'lmaydi deb qarab turish ham to'g'ri emas. Pensiya bu odamning dori-darmoni, oziq-ovqati, kommunal to'lovi, ba'zan butun oilaning asosiy daromadi. Shu sababli har bir kun muhim. Endi qoidalar ichidagi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat dam olish kuni va ish kuni masalasi. Agar siz odatda ilk kuni pensiya olsangiz, lekin ilk kun shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, bank va pochta amaliyoti to'lov keyingi ish kuniga ko'chishi mumkin. Ba'zi hollarda oldindan ham o'tkazilishi mumkin. Lekin bunga kafolat sifatida qaramaslik kerak. Shuning uchun avval o'tgan oy oldin tushgan edi. Demak, har doim oldin tushadi degan xulosa noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat, hududlar bir xil emas. Bir viloyatda to'lov erta boshlangan bo'lsa, boshqa viloyatda shu kuni boshlanmasligi mumkin. Hatto bitta tumanning ikki mahallasi ham jadval farq qilishi mumkin. Chunki pensionerlar soni, pochta xodimlari soni, bank filial yuklamasi, naqd pul yetkazish tartibi, masofalar har xil. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda meniki tushdi, sizniki nega tushmadi degan gaplarga aldanmang. Siz o'zingizning hududingiz va o'zingizning to'lov usulingiz bo'yicha tekshirishingiz kerak. Uchinchi nozik jihat, pensiya miqdori va pensiya sanasi boshqa masala. Jadval o'zgarsa, bu avtomatik tarzda pensiya miqdori o'zgardi degani emas. Agar sizga odatdagidan kamroq pul tushsa, buni alohida tekshirish kerak. Sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish, bank komissiyasi bilan bog'liq tushunmovchilik, nafaqa turi o'zgargani yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar. Bunday holatda jadval sabab deb o'ylab qolmasdan to'lov varaqasi yoki tushuntirishni so'rash kerak. 4-nozik jihat, telefon orqali keladigan firibgarliklar. Men aynan shu joyda pensionerlarni ogohlantiraman. Iyul pensiya jadvali o'zgardi. Pulingizni olish uchun karta raqamingizni, SMS kodni, pasport ma'lumotingizni ayting degan qo'ng'iroq bo'lsa, bu juda xavfli. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya bo'limi xodimi ham sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz pensiyangiz to'xtaydi desa, bu bosim qilish usuli. Telefonni qo'ying va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 5-nozik jihat, yashash manzili o'zgargan pensionerlar. Masalan, odam boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qolgan. Pochta tarqatish ro'yxati ham eski manzil turishi mumkin. Bu holatda iyuldagi jadvalni kutib o'tirish emas, manzilni rasmiy yangilash kerak. Ayniqsa naqd oluvchilar uchun bu juda muhim.
Kartaga oluvchilarda manzil kamroq ta'sir qilishi mumkin. Lekin baribir davlat organlari bazasida ma'lumot to'g'ri bo'lishi kerak. 6-nozik jihat. Chet elga ketgan yoki uzoq muddat boshqa joyda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq vaqt pensiyasini olmasa, ayrim holatlarda to'lovni aniqlashtirish shaxsning mavjudligi, hujjatlar va vakolatlarni tekshirish talab qilinishi mumkin. Bu oddiy nazorat tartibi bo'lishi mumkin. Lekin oldindan tayyor bo'lmagan odam uchun muammoga aylanadi. Shuning uchun pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar rasmiy ishonchnoma va amal qilish muddatiga alohida e'tibor berish kerak. 7-nozik jihat. Qarz va ijro hujjatlari. Ba'zi pensionerlar nega pulim kamayib tushdi deb so'raydi. Agar sud qarori, aliment, kredit qarzi, ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lsa, pensiyadan ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Lekin bu ham qonuniy chegaralar doirasida bo'lishi kerak. Agar siz nima uchun ushlab qolinganini bilmasangiz, bankdan yoki pensiya bo'limidan emas, ayrim hollarda majburiy ijro byurosidan ham ma'lumot olishga to'g'ri keladi. Men bu yerda shuni maslahat beraman. Pul kam tushdi degan holatda avval sababni yozma yoki rasmiy tarzda so'rang. 8-nozik jihat. Yangi plastik karta ochish va eski karta yopilishi. Ko'pincha pensionerlar bank kartasini almashtirganda yangi karta oldim bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin pensiya tushadigan hisob raqami karta raqamidan farq qilishi mumkin. Karta bu hisobga bog'langan vosita. Agar hisob saqlanib qolsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Agar yangi hisob ochilgan bo'lsa, pensiya organlariga yoki bankka ma'lumotni to'g'ri yetkazish kerak bo'ladi. Shuning uchun bankdan pensiya aynan qaysi hisobga tushadi deb yozib yoki aniq qilib so'rang. Endi men sizga aniq harakatlar ketligini aytaman. Birinchi qadam, odatdagi pensiya kuningizni va iyul oyidagi real vaziyatni solishtiring. Agar siz odatda 5 kuni olsangiz va 5 kuni pul tushmasa, darhol vahima qilmang. Avval erta 2 ish kuni kuting. Lekin kutish bilan birga tekshiruvni boshlang. Bank ilovasiga kiring, SMS kelgan kelmaganini ko'ring. Bankomatdan balans tekshiring yoki bank aloqa markaziga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, to'lov usulingizni aniqlang. Siz kartaga olasizmi? Pochtadan olasizmi yoki uyga olib kelishadimi? Chunki tekshirish joyi shunga qarab farq qiladi. Kartaga olsangiz, birinchi navbatda bankdan boshlaysiz. Pochta orqali olsangiz, hududiy pochta bo'limi yoki sizga xizmat ko'rsatadigan pochtachi jadvalni aniqlaysiz. Agar masala tayinlash, miqdor yoki hujjatga borib taqalsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilasiz. 3-qadam. Hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar, bank kartasi, bank hisob raqami haqidagi ma'lumot, telefon raqamingiz. Agar boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, yashash manzili bo'yicha ma'lumot ham kerak bo'ladi. Men har doim pensionerlarga bitta papka tayyorlab qo'yishni maslahat beraman. Ichida pasport nusxasi, karta ma'lumotlari, ishonchnoma nusxasi, pensiya bo'yicha oldingi murojaatlar bo'lsa, har safar yugurib yurish kamayadi. 4-qadam, murojaat qilganda aniq gapiring. Pensiyam kelmadi deyishning o'zi yetarli emas. Shunday deb ayting. Men falon tuman, falon mahallada yashayman. Pensiyani odatda falon sanada falon bank kartasiga yoki pochta orqali olaman. Iyul oyida to'lov tushmadi. Iltimos, to'lov ro'yxatda bor yo'qligini, yuborilgan sanani va kechikish sababini tekshirib bering. Mana shunday aniq murojaat qilsangiz, xodim ham masalani tezroq topadi. 5-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar 3-5 ish kuni o'tsa, pul tushmasa, pochta ertaga bo'ladi desa, bank bizda ko'rinmayapti desa, pensiya bo'limi kutib turing desa, siz rasmiy murojaat yozishingiz mumkin. Arizada FI pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, odatdagi to'lov usuli va muammo sanasini yozing. Iyul oyi uchun pensiya to'lovim qaysi sanada va qaysi tartibda amalga oshirilishini ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir Telegramda yoki telefon orqali jadval o'zgardi, pensiyani tezlashtirib beramiz desa, ishonmang. Pensiyani tezlashtirish uchun begona odamga pul berilmaydi. Karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, bank ilovasi, paroli, pasport rasmi begona shaxslarga yuborilmaydi. Agar yordam kerak bo'lsa, faqat rasmiy bank, rasmiy pochta, rasmiy pensiya bo'limi yoki ishonchli davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. 7-qadam, oilangizdagi keksalarga yordam bering.
Ko'p otaxon, onaxonlar bank ilovasini ishlatmaydi. SMS'ni tushunmaydi. Telefon orqali firibgarlikni ajrata olmaydi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar iltimos ularga tushuntiring. Lekin yordam beraman deb ularning kartasini o'zingizda ushlab qolish, parolini bilib olish. Pulini ruxsatsiz ishlatish mumkin emas. Pensionerning puli uning shaxsiy mulki, yordam halol va ochiq bo'lishi kerak. 8-qadam. Agar pul kam tushsa, farqni yozib oling. Masalan, siz odatda 1 million 200 ming so'm olgan bo'lsangiz, iyulda 1 million 50 ming so'm tushsa, darhol sana summa, bank nomi, SMS xabar yoki chekni saqlang. Keyin nima uchun 1 ming so'm kam deb rasmiy so'rang. Ba'zan tushuntirish oddiy bo'ladi. Ba'zan esa xatolik bo'lishi mumkin. Hujjatsiz gapirsangiz, isbotlash qiyin bo'ladi. 9-qadam. Pensiya tayinlangan bo'lsa, lekin birinchi to'lov kelmasa, tayinlash qarorini tekshiring. Ba'zida fuqaro pensiyam chiqdi deb o'ylaydi, lekin jarayon hali yakuniy tasdiqdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Yoki qaror chiqqan, lekin bank hisobiga bog'lash bosqichi tugamagan bo'ladi. Yangi pensionerlar ayniqsa sabrli, lekin faol bo'lish kerak. Sabrli bo'lish kutib yotish degani emas, faol bo'lish har kuni janjal qilish degani ham emas. To'g'ri joyga, to'g'ri savol bilan murojaat qilish kerak. 10-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Men doim aytaman, eng xavfli narsa mish-mish. Qo'shnim aytdi. Telegramda yozishdi. Falon odam bilarkan degan gaplar bilan qaror qabul qilmang. Hududiy pensiya bo'limi, bank, pochta, davlat xizmatlari yoki tegishli rasmiy kanallar bergan ma'lumotga tayaning. Agar internetda xabar ko'rsangiz, avval sanasini tekshiring. Ba'zan o'tgan yilgi xabarni yana tarqatishadi, odamlar esa uni bugungi yangilik deb o'ylaydi. Men hozir eng muhim belgilarni sanab o'taman. Agar pensiya odatdagi sanadan 2 kun kechiksa, bu ba'zan normal texnik siljish bo'lishi mumkin. Agar 5 ish kundan ortiq kechiksa, tekshirishni kuchaytirish kerak. Agar kartangiz ishlamasa, avval bankka boring. Agar pochtachi kelmasa, pochta bo'limidan jadvalni so'rang. Agar pul umuman ro'yxatda ko'rinmasa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar pul kamayib tushsa, sababini yozma yoki rasmiy tartibda aniqlang. Agar sizdan SMS kod so'rashsa, darhol rad eting. Shuningdek, pensionerlar bir narsani bilishi kerak. Pensiya jadvali o'zgarganda ham odamning qonuniy huquqi yo'qolmaydi. Siz tayinlangan pensiyani olish huquqiga egasiz. Lekin huquqni himoya qilish uchun tartibni bilish kerak. Qayerga borishni, nima so'rashni, qanday hujjat ko'rsatishni bilgan odam tezroq natija oladi. Bilmagan odam esa bir eshikdan ikkinchi eshikka yurib charchaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Ba'zi odamlar bankka borishi kerak bo'lgan masalada pensiya bo'limiga boradi. Pensiya bo'limi hal qiladigan masalada bankka boradi. Natijada vaqt ketadi. Shuning uchun masalani ajrating. Pul yuborilgan, lekin kartada ko'rinmayaptimi? Bank masalasi bo'lishi mumkin. Pul ro'yxatga umuman tushmaganmi? Pensiya bo'limi masalasi bo'lishi mumkin. Uyga yetkazish kuni o'zgarganmi? Pochta masalasi bo'lishi mumkin. Hujjat muddati tugaganmi? Notarius yoki tegishli hujjat rasmiylashtirish masalasi bo'lishi mumkin. Yana bir muhim ogohlantirish. Iyul oyidagi jadval o'zgarishni bahona qilib, ayrim odamlar pensionerlardan men biladigan odam bor, pulingizni tez chiqarib beradi deb haq so'rashi mumkin. Bunday narsalarga aralashmang. Pensiya rasmiy tartibda to'lanadi. Agar sizda haqiqiy muammo bo'lsa, uni pora yoki tanish orqali emas, hujjat va murojaat orqali hal qilish kerak. Bu xavfsizroq, qonuniyroq va keyinchalik o'zingizni himoya qilishga yordam beradi. Demak, iyul oyida pensiya olish jadvali bo'yicha o'zgarish yoki siljish bo'lsa, eng avvalo vahima qilmang. Lekin beparvo ham bo'lmang. Pensiya bekor bo'ldi yoki hammaniki to'xtadi degan gaplarga ishonmang. O'zingizning to'lov usulingizni tekshiring. Karta bo'lsa bankdan, naqd yoki uyga yetkazish bo'lsa pochtadan, tayinlash va ro'yxat masalasi bo'lsa pensiya bo'limidan aniqlik kiriting. Hujjatlaringizni tayyor tuting. Ishonchnoma muddatini tekshiring. Karta faol ekaniga ishonch hosil qiling va firibgarlarga hech qanday SMS kod bermang. Men sizlardan so'rayman, sizning hududingizda iyul oyi pensiyasi odatdagidek tushdimi yoki jadval o'zgardimi? Qaysi viloyat, qaysi tuman? Karta orqali oldingizmi yoki pochta orqali oldingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham, vaqtini ham asrab qoladi.